Раз. И. Раз. Два. Hammaga salom. Bugun men birinchi videom va men har kun shunaqa videolar chiqarishga harakat qilaman. Bugun biz U17 jahon chempionati haqida gaplashamiz va bo'lib o'tgan o'yinlar haqida. Итоги 1/8. Ruschasiga. Va sразу katta o'yinga o'tamiz. O'zbekiston Italiya 3-2. Ana klassik gap borku, shu yutardik shu ozgincha yetmadi. Вот bir ozgincha yetmadi. No, seriously aytsam, rostdan ham ozgincha yetmadi, chunki bizani bolalar ikkinchi taymda уже 1-1 qilgandan keyin bizada edi hamma narsa, lekin afsuski har doimgidek gol ura olmadik. Va italyanlar Campaniello, italyancha bo'ladi, Campaniello, mozzarella. O'sha Campaniello urdi, dubl qildi va shu bilan bizani futbolist Aliyev chidolmasdan qizil olib ketdi. Bizani trener esa вообще tintaylik tutib qoldi. Urib o'ldiraman dedi, tanbeh berayotgan payti. Men to'g'ri o'yladim, urib o'ldirib qo'yadi, nimadir qilib qo'yadi bu. Ya qara, uka, senga zo'r maslahat aytsam, hech kimga aytmaysanmi? Tur yo'qol shu yerdan. No, Xudoga shukr, unday qilmadi. В общем, bizani bolalarga rahmat kattakon, o'zbek bolalarga. Realni 1-8 finalda Xorvatlarni yutib, Italiyaga qarshi bittani valnada yurgani realni rahmat. Va trenerga ham iste'fo e'lon qildi. Bo'lajak karyeralariga omad. Tak, boshqa o'yinlarga o'tsak, Avstriya Angliyani 4-0 yutdi. Angliya har doim yutqizadi. U kichkina sborniy bo'ladimi, katta sborniy farqi yo'q, faqat yutqizadi. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Yutolmaydi katta tarafini. Marokash Malini yutdi. Qizig'i Malida Bomba degan o'yinchisi gol urdi. Bomba anakonda gonda. Braziliya Fransiyani penaltida yutdi. Qizig'i, bu o'yinda eng qizig'i, men sostav kirib, sizlarga qandaydir statistika bermoqchi bo'ldim, lekin to'g'risini aytsam, sostavni yarmini tushunmadim. Umuman hech qaysi futbolist tanmadim. Va men ko'p futbolist taniyman, так что. Yaponlar esa penaltida Koreyani yutdi. Janubiyni emas, shimoliyni. Janubiysi oldingi raundda Angliyaga yutqizib qo'ygan edi. Portugallar esa Meksikani 5-0 yutdi. Menda faqat bitta savol bor. Nimaga Ronaldo bu o'yinda o'ynamadi? Ronaldo bu o'yinda minimum 10 ta gol urardi va yana 1000 ta golga yaqinlashardi va Messidan наконец-то o'sha g'alabasini qozonardi. FIFA yana o'sha Messini tomon olyapti-da. Va oxiri Burkina Faso Ugandani 1-1 qilib penaltida yutib ketdi. Shunday qilib playoff shu tarzda bo'lmoqda. Endi nolab qarasa Italiya favorit. No. Avstriya hamda Shveysariya ham juda ham opasni, ular ham qarab qolish kerak. Lekin men o'ylashim bo'yicha turnir favorit Barram Italiya. Turnirni yutadi menimcha. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar va adios.